Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana xizmatchingiz Sobirov Isroiljon. Biz do'stlar Andijon jahon bozoridamiz. Sizlarga xudo xolisa bugun ugaluvlarni tanishtirib o'taman. Fasonlari bilan, narxlari bilan. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul, 100 gacha bepul. Qayerga, qaysi viloyat deb yurmang, 100 gacha bepul. Kommentariyada yozib ketasiz, oxirigacha ko'ring, sizga qaysi komplekt yoqdi. Hozir sizga juda ko'p o'nlab komplektni ko'rsataman. Qaysi biri sizga yoqdi, kommentariyga yozib keting. Bundan tashqari yana qaysi mebellarni video obzorini qilib sizlarga ko'rsatib beraylik, buni ham kommentariyaga yozib ketsangiz, biz shuni inobatga olamiz. Keyingi videolarda xudo xolasa siz so'ragan mebellar obzorini qilib beramiz. Chem sizni viloyatingizdagi mebelning magazinlardan ancha arzon, xudo xolasa narxlarni ham solishtirib qo'yaverasiz. Xo'p, ketdik. Birinchi o'zimizga o'xshagan oila ishlata oladigandan boshlasak, qaranglar, hozir men sizlarga ko'rsataveraman fasonlarini, rangini uyingizga moslab beraveramiz. Kelishib oldik. Hamma narsani telefon qilsanglar, mana ekranning pastki qismida telefon nomerimiz bor, Telegram hamma yo'q bor. Telefon qilsanglar, xudo xolasa kelishaveramiz. U yog'ini rasvetkalari, razmerlarini uyingizga moslab chiqarib beraveramiz. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, buni nomi Trish. Agar kimga yoqqan bo'lsa kommentariyga yozib keting. Trish nomi, buni sababi mana ichi Trish qilingan ortoped prujinalar. Razmeriga keladigan bo'lsa 230 ga, bunaqasiga 430. Buni hozir 5 tali deymiz buni. 5 tali. Nimaga 5 tali degani? Mana 1 2 3 4 5. 5 talilari 230 ga 430 bo'ladi. Agar buni bitta chiqarib tashlaydigan bo'lsangiz, sizning uyingiz kichikroq bo'ladigan bo'lsa, 230 ga 330 bo'lib qoladi. Stolning razmeri 85 ga 275, o'ziga moslangan 3 ta pufigi bor, moshi material. Xo'p, menimcha hamma narsani aytdim. Ichi terak. Do'stlar, terak, Kaliforniya ekan, terak ekan deb yurmanglar, xudo xolasa garantiyasi beriladi. Endi buni qaranglar, hozir o'tiraman desam chang ekan. Sizga agar sasnadan kerak bo'lsa, sasnadan ham qilib beraveramiz, narxini kelishamiz. Buni upakovka bo'lib, mashinaga, sizni viloyatingizga ketadigan mashinaga o'zimiz yuklab, o'zimiz gaplashib, uyingizgacha yetib borishi bilan 5,5 million so'm. Mashq holati siz xohlagan rangda. Endi qaranglar, o'ziga yarasha arzonroq ishimiz. Nimani hisobiga? Mana orqasi o'zini materialdan bo'lmaydi. Ko'pchilik xohlaydi, bu baribir devor tarafda turadi, menga ko'rinmaydi deydi. Shunaqa material qo'yilgan. Endi sizga agar menga shu oldi bilan bir xil material ishlab ber desangiz, uni ham kelishamiz, puliga qo'shilib qolaveradi. Stolni ham xon taxta bo'ladigan stolga almashtirib beramiz. Xohlasangiz narxiga ozgina qo'shilib qoladi, 100 ming so'm rasxod qo'shiladi. Shunga o'xshagan xon taxta bo'ladigan stol qilib beramiz. Bu siz xohlagan rangda uyingizgacha yetib borishi, Andijondan tortib Qoraqalpog'istongacha 5,5 million so'm. Xo'p, ko'pchilikga yoqadigan Chester fasondagi ishimiz, ko'rishinglar mumkin. Bu ham xuddi shunaqa 230 ga 430 bunaqasi, bu ham 5 tali. Kimgadir 3 tali, 5 tali, 6 tali, nechtali bo'lsa, necha metr bo'lsa, xohlasangiz G, xohlasangiz P, hamma narsasi qilib beraveramiz. Uyni to'rov burchagiga moslanadi, bo'ladi. Keyin ko'pchilik kommentariyalarda ham yozyapti, telefon ham qilyapti. Mana bu yeriga uyni burchagiga to'g'ri kelmaydi ekan, narsa tushib ketib qolsa olish qiyin ekan deyapti. Xohlasangiz buni ham bunday qilib qirrali qilib 90 gradusga qilib beraveramiz, pulini kelishamiz. Moshi material, orqalari o'zini moshi materialdan bo'lgan. Komplektida 3 ta pufigi bor, 50-70 lik razmerda, stolning razmeri 85 ga 275. 2 ta yostiqchasi ham bor komplektda. Buni ham siz xohlagan rangda uyingizgacha yetib borish 6 million so'm. 6 millionga uyingizgacha yetib boradi. Telefon qiling, kelishamiz qolganini. Xo'p, bu high-tech fasonda nargin bilan bir xil, hammasi bu ichi terak, aytib o'tyapman do'stlar. Ochiq o'yin qilganimiz yaxshi, savol-javobda qiynalmaymiz. Ikkalamiz ham, siz ham, biz ham. Kimgadir sasna kerak bo'lsa, pulini kelishamiz. Buni ham razmeri 230 ga 330, rasxodlari bir xil, moshi material bo'lganda ham ani terlatmaydi, ustida yotib 12 soat uxlab qolsangiz ham terlatmaydigan, havo o'tkazadigan material. Yuvayotganda faqat quyoshga olib chiqib yuvishni tavsiya qilamiz. Sababi bu dermantin bo'lmaganligi uchun 20% namlikni ichiga o'tkazib yuborishi mumkin. Agar nam joyda buni yuvadigan bo'lsangiz, ichiga nami qurimasdan turib o'tib ketib qoladigan bo'lsa, mana machalkani, sintifonni hidi kelib qoladi, pansigan hid. Shu sababdan quyoshga olib chiqib turib yuvishni tavsiya qilaman. Bu ayollarimiz uchun life hack.
Buni ham narxi 6 million so'm. 100 gacha yetib boradi xohlagan rangda. Material bilan. Xo'p, bularga keladigan bo'lsa, yostiqli fasonlarimiz 2 xil, 3 xili bor bu yerda. Ko'rishinglar mumkin. Buni ham razmeri 2.30 ga 4.30, xohlaganlarga 3.30 ligini ham qilib beraveramiz. Shunaqa yostiqchalari bor. Mana ichini ham ochib ko'rsatib qo'yamiz do'stlar. Sintefonda ishlangan yostiqchalari, mana ko'rishinglar mumkin. Qiyiq material tiqilmagan, hammasi sintefon. Moshi material 100%, orqasi ham o'zini materialda bo'lgan, high-tech fasonda. O'tirishga udobniy. Ko'pchilik nimaga Andijonda arzon ekan mebellar deydi? Andijonda konkurent ko'p, juda ko'p, bozor katta. Bu bitta bozor, nari ichkarida yana bitta bozor bor. Buni bo'yi past ekanda shu sababdan arzon ekan deydi. Yo'q do'stlar, bu o'tirishga udobniy qilingan, qo'lni bemalol qo'yib, bu yerga kofe deysizmi, telefon deysizmi qo'yib o'tirishga udobniy qilingan. Shu sababdan baribir bo'yini, rasxotini buni puliga qo'shib turib bo'yini baland qilib qo'yganimiz bilan bunday qilib o'tirmaysiz hech qachon. Shuni hisobi olingan. Bekordan shuncha narsaga pul sarflagandan ko'ra shuni arzonroq qilib chiqargan yaxshi. Bu fason ham ko'rib turibsiz, qo'lida farqi bor, tikilishida farqi bor materialni. Bu fason ham, bunda ham yostiqlari hammasi sintefon qilingan. Komplektida xuddi shunaqa xohlasangiz xon taxtali stol, xohlasangiz bunga o'xshagan MDF noshkali stol qilib beramiz. MDF issiq suv, sovuq suv ko'taradi, tepasi laminatsiya qilingan. Shu uchala komplekt narxi bir xil. Narxi bir xil do'stlar. 6 million 300 ming so'mga 100 ga yetib boradi. Moshi material. Uchalasi. Farqi yo'q, qaysini tanlaysiz. Endi yarim chester deb qo'yamiz. Buni ko'rsating. Bu 90 gradus qilingan. Ko'rib turibsizlar, burchagi 90 gradus qilingan. Buni ham razmeri 2.30 ga 4.30 qilib ishlangan. Moshi material, orqalari ham o'zini materialda. Siz xohlagan rangda qilib beramiz. Xohlasangiz ko'k, xohlasangiz qizil, sariq farqi yo'q. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar chekalariga ham bitta e'tibor qaratib qo'yasiz. Qo'llariga bunda ham 3 ta pufigi bor. Komplektida tikilish fasoni ham boshqacha. Bu komplektimizni katta stoli bilan, bunga o'xshagan stoli bilan sizni uyingizgacha yetib borish 6,5 million so'm. 6,5 million so'mga sizni uyingizga yetib boradi. Endi buni boshqacha rasvetkalari ham bor. Ko'rsataman sizga. Ketdik. Kirchimol bo'lsin menga, to'qroq rangni yoqtiraman degan azizlarimiz uchun mana shu komplekt tavsiya qilamiz. Pufik ikkita, lekin buni nargindan ko'ra ancha katta qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. 60 ga 90 lik qilib ishlangan. 90 gradus qilingan. Bu ham yarim chester, bu ham 6,5 million. Buni ko'ring mana. Neobishniy rangda xohlaganlar uchun chiroyli qilib ishlangan, ranglari ham juda chiroyli. Bu ham 90 gradus qilingan burchagi. Buni komplekt holatda chiqishi boya aytib o'tdik 6 million 300 ming so'm, 100 gacha yetib boradi. 3 ta pufigi bor buni, 50 ga 70 razmeri, pufigi razmeri 50 ga 70. Yarim chesterimiz yana boshqacha rangligisi. Bu ham hozir modada, xuddi shunaqa rangda. Uylar remonti ham shunaqa rangda bo'lib ketdi, pardalar ham shunda bo'lib ketdi. Buni ham 3 ta pufigi bor. Bundan oldingi Karishnevi yarim chesterimizda 2 ta pufig edi, lekin katta edi. Bunda 3 ta kichikroq, ya'ni 50 ga 70 lik pufig. Bu ham 6,5 million so'm, 100 gacha yetib boradi. Endi sizga savol, sizga qaysi biri yoqdi? Yostiqli yoqdimi, yarim chester yoqdimi, chestermi, high-techmi yoki trish? Qaysi bir sizga yoqdi? Agar videoni o'tkazib narxini eshitmagan bo'lsangiz, videoni boshdan ko'rish tavsiya qilaman. Narxlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Keyin sizga keyingi videolarimizda qanaqa mebellarda video obzorini qilib beraylik, buni ham kommentariyada yozib ketasiz degan umiddaman. Keyingi video obzorlarida ko'rishguncha. Rahmat.